Agar biror kishidan so'rasak, sen islomni bilasizmi deb, "Hayy, bilam" dey. Yarar, "Anarsa ul islom" deb so'rasak, "Bilmim" dey. Shundan so'ng, "Asin ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadan abduhu va rasuluh" deb shahodatnoma keltirasizmi? Hayy dey. Bu shahodatnomaning ma'nosi nindi deb so'rasang, "Bilmim" dey. Allohning dushmani Abu Jahl islomning aslini bu kishiga qaraganda ko'proq bildi. Abu Jahl kufrlikning boshlig'i la ilaha illallohning durust ma'nosini bildi, angladi, shunga ko'ra aytmadi la ilaha illalloh deb. Munda bugun islomga chaqiruvchi la ilaha illalloh shahodatnomasining durust ma'nosini bilmay, u la ilaha illallohning ma'nosin Allohdan boshqa borliqqa keltirishi, rizqlantirishi ham idora etishi yo'q deb o'ylay. Endi Allohdan boshqa iloh yo'q deb tarjima etadi. Alloh bilan ont etam, la ilaha illalloh shahodatnomasini shulay tarjima etgan, shulay anglagan kishiga bu shahodatnoma foyda keltirmayacak. Ayy, la ilaha illalloh jannatning ochqishi bo'lib turadi, lekin bu ochqishning teshiklari bo'lmasa jannatni osha olmayacak. Uning teshiklari la ilaha illallohning shartlari. Ham bu shartlarning birinchisi ixloslik. Ya'ni la ilaha illalloh shahodatnomasini aytgan kishi buni bortik Alloh rizoligi uchun aytirga tegish. Ikkinchi sharti la ilaha illallohning ma'nosini biluv. Ham uning durust ma'nosi Allohdan boshqa ibodat qilirga loyiqli zot yo'q. Barliq Allohdan boshqa ibodat qiluvchilarning ibodatlari foydasiz, bo'sh, chunki ibodatga loyiq bo'lishi bortik Allohgina. La ilahaning ma'nosi Allohdan boshqa ibodat qiluvchi butun ilahlarni da inkor etuv, kiri qo'g'u. Illallohning ma'nosi ibodatga loyiqli bo'lishi bortik Allohgina ekanini rostlav, yo'q uning tengdoshi. İbrahim alayhissalom qavmina, "Siz ibodat qilgan ilahlarda mening ishim yo'q, bortik meni borliqqa keltirgandan qoladi" dedi. Shunga ko'ra la ilaha illallohning binosi nut bo'lsin uchun uning ikki ma'nosi bo'lgan tegish. Birinchi ma'no Allohdan boshqa ibodat qilinuvchi ilahlarga kufrlik bildiruv, ya'ni kiri qo'g'u. Ikkinchi ma'no borliq ibodatni da bortik Allohga bag'ishlav, yo'q uning tengdoshi. Nishik biz Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q deb shahodatnoma keltiramiz? Shulay Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning elchisi ham qulu deb shahodatnoma keltirga tegishmiz. Ham payg'ambarimizga ibodat qilmaymiz, ham uni yolg'onga da sanamaymiz. Yo'q uning rububiyada, ya'ni hakimlikda qatnashi. Ham kimda kim payg'ambarimizga rububiyadan, ya'ni hakimlikdan ilish bor deb aytaykan, demak bu kishi payg'ambarimiz Allohning quli deb shahodatnoma keltirmadi. Kimda kim payg'ambarimizning yo'llamasini kiri qo'g'a ekan, bu kishi payg'ambarimiz Allohning elchisi deb shahodatnoma keltirmadi. Alloh payg'ambarimizga Allohning anga salovati ham salami bo'lsin, ayt, "Shuningda men bortik kishi sizning kibik" deb e'lon etirga amr etdi. Bu oyat bilan payg'ambarimizning kishilar sonidan ekani rostlanadi. Shulay payg'ambarimizga Allohdan vahiy indirildi. Ham u Allohning quli. Ona ibodat qilmaymiz, ham uni yolg'onga da sanamaymiz. Sallallohu alayhi va sallam.